Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Xudo xolasa hech qanaqa montajsiz video qo'yolmaman, sababi juda ham kech bo'lib qoldi. Challenge'imizni 13-kuni biologiyaga oid bilimlarimizni ozgincha ko'paytirib olamiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, hamma shov-shuv qilib o'zini sahifalarida qo'yib borayotgan va haqiqatan men ham xursand bo'lgan bir yangilik bor ekan, ta'limga oid, ya'ni repetitorlarga tegishli yoki abituriyentlarga tegishli yoki birinchi kurs talabalar, ya'ni perevod qilmoqchi bo'lganlarga tegishli. O'shanga o'zimni munosabatimni bildirib o'taman. Ya'ni munosabatimni bildirib o'taman. Qiziq bu albatta. Demak, evolyutsiya sintetik nazariya qoidalarini birinchisini, ikkinchisini o'rgandik. Bugun uchinchisini o'rganamiz. Evolyutsiya sintetik nazariyasining 3-qoidasi. Evolyutsiyaning boshlang'ich materiali mutatsion va kamerativ o'zgaruvchanlik. Yana qaytaraman. Nyuton 3-qonuni bor. Biz evolyutsiya sintetik nazariyasining 3-qoidasi sifatida biz bilishimiz kerak. Evolyutsiyaning boshlang'ich materiali mutatsion va kamerativ o'zgaruvchanlik. Do'stlar, agar siz mutatsion yoki kamerativ o'zgaruvchanlik degan so'zlarga agar tushunarsiz tuyulayotgan bo'lsa, xudo xolasa challenge'imiz yoki umuman olganda biologiyaga oid bilimlarimizni ozgincha ko'paytirish davomida shu so'zlarni o'rganib qolaversa, shu sintetik nazariyasi, evolyutsiya sintetik nazariyasi qoidalariga bog'lab ham tushuntirib ketaman, xudo xolasa. Demak, boshida aytib o'tganimdek, demak, pervodchilar uchun ajoyib, ya'ni pervodchilar qanaqa o'tgan yil o'qishga topshirgan yoki undan oldingi topshirganda xususiyda o'qiyotgan, albatta bilasizlar, xususiy kontraktlari qimmatroq yoki chetda o'qiyotgan, O'zbekistonga o'zini o'qishini O'zbekistonda davom ettirmoqchi bo'lganlar albatta imtihon qilib topshirib olardi va perevod bo'lar edi. Hamma yo'nalishlar bo'yicha. Endi men o'zimni yo'nalishim bo'yicha aytaman va ular uchun sertifikat amal qilmasdi. Ya'ni mo'ldan raqobat nima qilinardi, ma'lum bir chegara bor edi. Adashmasam, tibbiyot uchun bizda aksariyat biologiya, kimyo o'qiydiganlar 70% tibbiyotga topshiradi. Bir yil vaqt yutqazmay deb xususiy universitetlarda o'qiyotgan, kontrakti haqiqatan qimmat va davlatnikiga o'tmoqchi bo'lib perevod qilishardi va ular 130 ballada adashmasam, 130 ballada bir xil norma to'plasa perevod bo'lardi. Endi sertifikat amal qilar ekan deganda, shaxsan o'zimning ham ikkita o'quvchimda sertifikati bor va o'sha sertifikatdan bali yetmagan. Deylik, o'tgan yil ham 150 ball bilan o'qishga kirolmaganlar bor-da. Ana shular endi albatta ular ham shu 150 ballni ba'zi biriga deylik, aksariyat 70-80% qismini o'zini sertifikati orqali egallagan. Endi o'sha sertifikatlardan foydalanishi mumkin. Chunki sertifikat 3 yilgacha-ku. Zo'r bo'ldi deyishingiz mumkin, lekin hech qachon hamma narsa chegaralangan. Deylik, hamma sertifikatdan foydalanib, bemalol 130 ball to'plab qo'yadigan bo'lsa, hammani o'qitishga majbur bo'lishi mumkin davlat. Yana aniq bilmayman, lekin bir narsa haqiqatki, sertifikatda sizda bor, menda bor deylik. Raqobat bor. Ya'ni ko'pchilik zo'r bo'pti deyapti, lekin bu tarafdan albatta endi yana davomida aniqlashtiriladi. Ya'ni bo'lsa xabar ham beramiz. Bo'lishi mumkin chegaralar. Ya'ni deylik, bu yil perevod qilish uchun masalan tibbiyot yo'nalishlariga davlat oliy ta'lim muassasalariga o'tkazish uchun deylik cheklangan 100 ta kvota berish mumkin yoki 1000 ta kvota berish mumkin. O'shanga raqobat qilishimiz mumkin. Ya'ni raqobatdan kurashib oladigan qilishimiz mumkin. Oldin standart bo'lsa, hozir esa chegara qo'yib qo'yish mumkin. Endi izoh berishga harakat qilaman. Ya'ni demoqchiligim, har yerni qilma orzu, har yerda o'ziga yarasha bor toshu tarozi do'stlar. Shuning uchun biror bir aytiladi-yu, biror bir ish bo'lsa hovliqib ketib qolma, biror bir yomon ish holat bo'lsa ham tushkunlikka tushib ketib qolma. Chunki hamma narsa suv tiniqlashgandan keyin aniq bo'ladi do'stlar. Bizni kuzatishda davom eting. Ilm olish zarar qilmaydi.